Hürmetli vatandaş, siz bilen bir muhakeme kılaylı endi. Şuna dikkat kılın ki Aralıkta Prezident Trump dedi ki Cungo bilen tüzülgen Saudi kelişimide 10 kelişim, 1000 kelişim bolsun o. Endi eş ornağa kelmeydi. Vafat bolğalla bolup boldu ulanın hayatını kaytırıp kelgeli bolmaydı. Evvelki İslam'ı eğitim muhakemeden burun bilen Çiğsağı 2020 yıl 5. ayının 31. günü haftığı yaşamda Prezident Trump yukarıdaki dedi. Onun kendi 20. günü 200 badi Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işlakatı Mike Pompeo Cungo siyasi hakimiyeti yavaz vahşi hakimiyeti o dedi. Şu güne Tayyip'e tebrik edildi. Prezident Sayın onu görüp durupsuz. Prezident Trump yukarı kadar gapni kıldı. Eningden burun dedi ki ben Cungo bile oturdu tüzülgen Saudi münasebetleri ya Saudi kelişimi de benim ulanı yakalamayman dedi. Yakalamayman Saudi kelişimini yakalamayman dedi, yani işkilinip kaldım degendek demek nihayet iştihat bilen bir yıl 2 yıl sarıp kılıp degidek söhbetleşip imzalagan kelişimden vazgeçti. Bu eş nihayet nazik işqa vatandaş. Hazır endi 29. günü Şangang'da barlık Amerika'dan berilgen imtiyazlar, Amerika'nın kanunu boyunca berilgen imtiyazlarını bekar kıldı. Demek biz ötken sizlerlikçiye degendik, iqtisadi cihette Cungo'nun karnı boğuldu degen gap. Endi bunun siyasi ahmiyeti keyin kelişi ve keyin tahlil kılışımız mümkün. Hazırçı iqtisadi cihette Cungo'nun karnı boğuldu degen gap. Cungo'nun özünün iqtisadi aran turup atkanmışındak bir peytte. Cungo'nun kanı boğuldu degen gap. Endi hazır biz başta sizlerge ettik. Yani bir koşumcu vaziyeti Hindistan dedik. Bu doğruda Xuda halis ettigenlik haber bilen leksiya tayyorlab kelishimiz mümkün. Bu qatam askar köpeytish, ondan keyin bir-biri bilan mushtishish, bir-birini u yoq ishtirish, bu yoq ishtirish, chegarada takallashish, janjallashish, o'zaro qurol ishlatmay. Bu ish avjiga chiqdi. Hozir shunga Tayvandan ishga to'g'ri beta nima dedi, xatarlik. Hindistan Cungo münasebeti xatarlik. Nayet xatarlik dedi. Endi bunu vaziyeti keti deylik. Endi yana bir gap hozir tor batterda bir xabar paydo bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarının Şangang'da turishliq, yani Hong Kong'da turishliq konsulxonasi o'zining manqulat mol mulklarini sotishga boshladi, yani qo'ldan chiqarishga boshladi. Agar bu xabar ashundaq degildak, yani qayta konkurs xabar kelgicha hozir shuni deyli, bo'ladigan bo'lsa, demak Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hozir Shangangdan uzul kesil chekinish. Demak konsulxona chekindirdi, konsulxona mol mulkini bozorga chiqardi, sotib etmoqchi bo'ldi deganda uzul kesil chekinish Hong Kongdan. Endi boshda aytdik, hozir Cungo'dan chekinib olgan oxirgi shirkatlar Amerika Qo'shma Shtatlaridan, endi Shangangdan Hong Kongdan chekinish. Bu çekinişni Cungo'dan çekiniş seliştiği vakti osman zemin farkı var. Cungo'nun her kandak bir şehir ve her kandak bir rayonda Amerika şirketleri ticaret kılıvatkan bolsa bu başka iş. Nime için başka iş deyimiz? Çünkü Hong Kong'u seliştiğinde bu başka iş. Hong Kong halkara pazar. Hong Kong halkara pul muamele pazarı. Hong Kong Cungo'ga kiriştin eğizi. Cungo dünyaya çıkıştın eğizi. Asya'daki mervayit şehir deb ataladigan bir şehir. Muşunda ahvalda endi Hong Kong'ning iqtisodiy ahvoli mushuni bilan berbat bo'ladigan bo'lsa, bu ish endi Cungo'ni qanday so'rab keladi. Bu keyingi tahlillerimizde asta o'tirg'i chiqadi, hurmatli vatandosh. Uningdagi yana bir nuqtaga diqqat qilinglar. Masalan, 29-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump başta dedik, notuk sözledi, Cungo siyasetini sözledi, etraflık, umumi yüzlük sözledi dedik. Lakin siz dikkat kıldınız mı? Bunun da Prezident Trump hemini eğizge aldı, kişilik hukuk degenini eğizge almadı.
Nima uchun sizga bizga tanishlik bo'lib kelyaptimiz 2-3 yildan beri prezident Trump o'zi hech qachon eg'izdan kishilik huquq degan gapni eg'izdan chiqarmadi. Diqqatingizda bo'lsinki, hech qachon kishilik huquq degan gapni eg'izdan chiqarmadi. Afsus, prezident Trump hukumatida ma'lum prezident Mike Pence o'tgan yili 9-oyning 10-oyning 4-kuni ayta qattiq dabdabalik 18-yilmi yo o'tgan yilmi esingiz bo'lsa ekan 10-oyning 4-ekanligi rost dabdabalik doklad berdi, uningdan sizlarni xabarlantirdik. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nayt aktiv, nayt tirishchanlik, shundaqla nayt qat'iylik bilan Jungoning kishilik huquqi to'g'risidagi yoki kishilik huquqni dafsanda qilishi to'g'risida ham yerda masalan mustamlaka Uyg'uristonda nazarband qilingan 3 million Uyg'ur to'g'risida to'xtamay so'zlab keldi vatandosh. Shuni siz agar shunday o'yga shunday fikrga kelib qolgan bo'lsangiz, masalan prezident Trump Jungo siyosati so'zildi, nima uchun kishilik huquqni eg'izga olmadi? Demak, bu prezident Trumpning xizmat usuli, prezident Trumpning xizmat metodi. O o'zi prezident Trump hozirgacha kishilik huquq degan gapni eg'izga olmagan bilan uning hukumat a'zolari to'xtamay so'zlab keldi shu 4 yil mobaynida vatandosh. Shunga bu to'g'rida sizdan ko'z qarashingizni mujmallik bo'lsa oydinlashtirib elang, hurmatli vatandosh. Hozir vaziyatning alpozidan qaraganda xatarlik tarafi shu ediki, Jungo hukumati hozir Shanganga kirib, o'zining haliqi davlat bexatarligi qonunini yo'lga qo'yib, bugunlardan boshlab hozir o'ymi-o'y, oila xuddi Şinjan Uyghur Abdunum Rayini, yani mustamlaka Uyg'uristonda o'yga besib kirib, mahallaga besib kirib, oqtirib, tentib, mushundaq tashvirgandek, hozir Şinjanda yoki mustamlaka Uyg'uristonda nima ish qilgan bo'lsa Xitoy, Shangangda shu ishni boshlab o'ylarga kirib hozir. Endi atlatin yoki o'g'illiklatin deylik, Shangangning vaziyati qanday bo'ladi? Yana namoyish bo'lamdi, bo'lmamdi, chiqalamdi, chiqamamdi. Mushundaq tintish, mushundaq besib ko'rish, saqchilar besib ko'rish bilan Shangang jamiyati qo'y solg'i tushida. Nayt eg'ir gap. Demak, xolos qilganda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq siyosati bilan Xitoyning kishilik huquqni dafsanda qilishida Shangang, Hong Kongdan iborat bir rayon, bir shahar turibdi. Bu ishlar endi boshlandi. Vatandoshlar, natijasi va jarayonini Alloh ko'rgil nasib qilsin, sizga nasib qilsin ham, bizga nasib qilsin ham. Salomat bo'ling, hurmatli vatandosh.